Ustajon suring kravatni. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Unaqa ko'taradigan kravat zamoni o'tdi. Balonchalik, temir baloqlik kravat zamoni keldi. Bitta e'tibor berasizlar kravatlarimizga. Ustajon bitta tanishtiring. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun yangi kravatimiz yetib keldi. Bugun kraska qilib chiqardik. Temir bo'ladi, o'ng profilda ishlangan bo'ladi. Cho'p bilan qo'shib ishlaganmiz. Balonchalar ham temirdan bo'ladi. To'g'risi boshqa saytlarga ketmaydi. Buxoro bo'yicha 12 ta tumanga bepul dastavka bor, aytib beramiz. Sifatlarga o'zlaringiz e'tibor berasizlar. Oldingi zamonda o'tib ketdi akalar, bitta kravatni 5 kishi ko'taradigan zaman bitta odam o'zi ham bemalol aylantirib yursa bo'ladi. 4 ta tomonda ham balonchalari bor, o'zi yuradi. 15 santimetrlikdan bo'ladi. Tanqalari 15 ga 2, profili o'ngga deyaptilar. Stenkasi 0.2 bo'ladi. Yon tomonlari fanera 0.6lik. 4 ta qubbachalari bor. Bemalol bir kishi uyda erkak bo'lmasa ham ayol kishini o'zi surib yursa bo'ladigan og'ir emas kravatimiz. Razmeri 3 ga 2.5 deyaptilar. Jon Buxoro o'ylab dastavkasi tekin-a, shunda aka? Shunday. 50 yilga garantiya beramiz. Kravatimiz. Yana bitta narsaga e'tibor beringlar, kraskasi oddiy emas, motion kraska osonlikda zanglamaydi. Zanglamasligiga ham garantiya beradilar. Kravatimiz sifati o'ta ideal. Pastda akamiz nomerlarini qoldirib aytaman. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa kravatlar kerak bo'lsa, Jondor Mebelga obuna bo'lasizlar. Zo'r kravatlarni chiqarishda davom etamiz. Sizlar bilan Jondor Mebel.